Taranç kilin deb qiziq paranglarimni ilib men yana keldim do'stlar qiynanam bilan. Qanday ahvolinglar do'stlar, yaxshimi? Men Taranç kilim Yasirdan hammanglarga o'tliq salomlar olsun. Ha, bugun bir tarafdan sayoqlab, bir tarafdan say to'g'rab, tangli boshlab ketdik qiynanam ishimiz ishlarni. Opam degan go'shin chanab bo'lmay tishlar kirishib ketpardan yerlarda. Qiynapam ishimizga tamoq etish bir xush yaxsin imdab beray qizlar. Bugun mush ne'matimiz bilan tush oldi, ne'matimiz bilan kashlolar deb qoldi-da. Ammo bu qarqazonga bir nima aytmaydigan bo'lsak, bizning uydagi odamlarning qapoqlari turilib ketgan chiroy. Shuning bilan qiynanam ishimizning unlari o'chib, tamoq atmayli desa qiynatamdan cho'chib, oxir etish qaroriga kelib, yana etishni boshlab ketdik. Ay qizlar deyman, sizlarning o'mish tamoq atganlar kelmaydigan bir vaqtlaringlar bo'lib qolamdi. Oshxonalardan chiqib ketganlaringlar kelib, bir yelak bog'laringlar kelib, mushta vaqtlaringlar bir elinglar qanda boplaysizlar. Nimalarni deysizlar, bir munda sirtlarning tamoqlarini yeganlar kelib qolgan vaqtda bir o'ltib qo'ysanglar olmam deyman. Bizning odamlarimiz bizni talalarga ochiqib bir oylandirib kirsa deyman-da, endi anchumit talalarning tamoqlarini yeb yursak. O'ltib qo'yinglar qizlar, menda banfalaringlarni deyman. Yomon o'xshash ko'nimiz qiynananglarning kayindil jurib ashtamoq aytamsizlar. Elimi gal debdiki bu kanayni ishtek deganmiz nimlarni yevda bu qo'ydik. Bir kunda 3 vaqt achitda maqulsaqi bir vaqasi bo'lmamdi yo 2 vaqasi bo'lmamdi. 3 vaqtimiz qarqazani quchoqlab juramdiq deyman-da. Nima degan gapi bu deymatik tuniga aytgan tamoqimizni asaktiq bo'lmagan, yong'izatmasaktiq bo'lmagan. Ma 10 kunlik issiqlik tamoqni etelib yegan to'q qiynatam qopib yegan qapaq-mapaqni turibli qopibdi. Balam biz suyuq salang bishim etinglar unda qilmayma issiqimiz ishib ketdi bizniki deydi. Shuninglar hamma qilib o'tirib turingda da deblam jiga asrash yedim bir chaynakni dadam damlab o'tiblam chiqib miyada dadamga so'g'uqlik qilib cho'chur etishni boshlab ketdik-da. Opam ishimiz a'lo mulozimat qilyapmiz. Oldingi qitim cho'chur assam oshko'kka sammabsiz debsizlar qizlar. Voy, am ba'zi chaqlarda ayliq kundil annangning uyida gaj-go'z bo'layla vermaydi bolalar. Endi kundil bo'layvermaydi narsalar ancha-muncha yo'q bo'lib qolgan kunlarmi bo'lib qoladi. Uyimizda oshko'ktiga ketib ketganlar u kuni. Mening qizim kichik bilasizlar, o do'konlarga chiqolmaydi, o'g'lim maktabda. Shuning bilan u oshko'kni akirdigan odam yo'q, shu men kelin pasha chiqib akirsam bo'ldigan. Voy, bo'ldilar. Oshko'k sammasam o'xshavera deb salmagandim. Nurg'un do'stlarimiz sağsangiz payz oldu deb ketibsizlar. Shuninglar bo'libdi unda asa deb degan qattiq tayyorlikni puxta qilib, oshko'kini tas ichigimi silib, teshigimi silib, payz qilib bir etayli deb payzimiz bilan chiqib ketdik-da. Qizil lazning kichiknam, ko'k lazning kichiknam qitlam ashu samsaqni ushshaq chanab to'pik ochiq suvni chilab qo'yib qo'yinglar qizlar. Oshni oladigan vaqtinglarda sevitadigan bo'lsanglar, cho'chura o'rningizdan qopib yugura deb ajoyib o'xshab ketarkan bu cho'churdiringlar bolalar qaranglar. Hamma qiynonamning banfalimni o'gitayotmay o'gininglar juma qizlar. Shuning bilan ximiya tozash bir tuxumni silib qattiq qilib jug'uring balam dedim ma'qul deb bar kuchim bilan jug'urib ketparman da miyalada. Ximiya jug'ag'ash qizlamdi buning murattab tipini men depasam bo'lmas. Mendim usta tamoq yomon qizlar bag'uslar. Sizlar bilan birdan mo'ngdisha. Mening ismim Xotin, asirmisam bo'lamay bir o'tin deb jinim balla o'tindek bo'lib ketdik. Hey, ma cho'ng'aylarning xizmatini qilamiz. Osh etimiz, tamoq etimiz, qirqach uyimiz deb jinim balla ancha-muncha o'zimizga ko'ngil bo'lib qo'yaylik kelim pashalu. Ma yuzlarimiz degan qurg'oqlashib atiyaz keldi. Chak yerilib ketyapti. Ma teranglar bir yosh qayirib ketyapti. Ma aylarimiz bu rangli televizorlar qarab qolmasin. Tatqoning busida qilib terlarimizni busida qilib tutuldirib jumay val paqirtib jurayli. Aylarimiz bunda bir yuzlarimizga qarab qolsin. Ajab bir chayirlaring nima shiltyapsa, ajab chiroyli qilib ketibsa xotin deb qolsin jinim qizlar. Voy, miyat nima shilatdi qizlar? Balalarning cho'ngi miyat cho'chur tugib ketgan turibdi-ku. Taranchining ballalari qo'yma ishchan parangchida. Ma qizim taranchi momsini kiyib chiqadigan o'xshamamda texi mana. Cho'chur tugishni o'rganibdi bu qiz bola texi. Maqtab qo'ymasam bo'lmaydi bu qizni menimi do'yinga chiqarib qo'y apa deydi. Shuning bilan chiqarib qo'ydim hamda qizim mana mushincha cho'churlar tugidek bo'pti debchi qizlar. Shunda qilib sizlar parangchish mo'ngdish birdamnachir mana cho'churlarimizni etib tugib tayyor qilib oldik. Osh kukini haqiqatan sas payz oldi ke deganinglar to'g'ri keldi qizlar. Ichigimi silayotgan to'q, teshigimi silayotgan to'q ajoyib payz o'xshabdi bu yangi cho'chura. Sizlar bilan paranglasam jinim qizlar vaqtning qanday o'tganligini bilmay qolaman. Sizlarmi meni yaxshi ko'ramsizlar? Mening fanzalarim, mening filmlarimni yaxshi ko'rdi deb ichimdan sizlarga so'zlab, ichimdan mush tamoqlarni aytganda har bir xalqlarni tatiman deb shunda javob ataman-ku do'stlar. Ajrim uchun gullarni yuraklarni yo'llab qo'ysanglar, men sizni yaxshi ko'rman degan gaplarni yozib qo'ysanglar, men shuncha qo'shib ketib, kelar qitimli filmni texmi yaxshi tatish uchun tirishmayman emasmi do'stlar? Rahmat shuncha qo'llab berayotgan do'stlarimizga. Uningdan boshqa do'stlar, hamma har bir ayollar terasirish maqsadiga ehtiyojinglar
şudur. Nurg'un mahsulotlarni ishlatib baqqan bo'lishinglar mumkin. Bizning mahsulotimizmi bir sinab yiqsanglarni tavsiya qilaman. Seri qarovdan ololmaydim degan do'stlar, endi o'zinglarlik nimanglarni men qoldirib qo'ysanglar, mayliqindek nimanglarni nim qilib bitamanda qizlar. Gapim tushunib oldinglar-ku? Meni avating deb turibmanlar, unda qilsanglar meni tar yo'lda qistab qo'ysizlar ekan qizlar. Men avatsam bo'lmaydi, do'ynakam cheklab qo'ysa, filmlarimni ko'ramaysizlar qizlar. Unda bugungi vlogim ishga daxlashdi. Xayr xo'sh qizlar, at ko'rishaylik, qo'shilishni unutib qolmanglar.